xabaringiz bordir. Oyijon bilan adajon qayni ukamizni uylantirishmoqchi ekan. Ha, opajon, xabarim bor. Erlarimizga uy qilib chiqinglar deb aytishibdi. Erim to'ng'ich farzand. Biz chiqishimiz kerak aslida. Lekin hozir ularning ishlari yaxshi emas. Mayli opajon. Qayni ukamizni to'ylari bo'laversin-chi. Qolgani bir gap bo'lar. Har damda beqaror hayrab qul bayon ishqimda yor qilmoqdaman deydi. Ishlaring yaxshimi Solixa? Charchamadingmi? Rahmat Shohruh aka. Bugun mijozlarim juda ko'p bo'ldi. Allohga shukr. To'ylarni ham o'tkazib oldik. Sani ishlaring ham ancha rivojlanib ketdi. Allohga shukr. Ishim juda yaxshi, azizim. To'plab qo'ygan pulimiz anchagina bo'lib qolibdi. Ertaga seni bir joyga olib boraman. Mana hayotim. Senga aytgan yangiligim shu. Birga ishlab yiqqan pulimizga shu uyni olmoqchiman. Voy, buncha yaxshi, hayotim. Birgalikda orzuyimizdagidek qilib quramiz. Boshim uzmay ruhim